Kadastrning yuragi bu arxiv. Tizimda esa arxiv yo'nalishiga bo'lgan e'tibor amaliy natija bermoqda. Xabaringiz bor, Davlat kadastrlari palatasi tomonidan filiallar idoraviy arxivlari faoliyatini takomillashtirish, hujjatlarni qonunchilik talablariga muvofiq sifatli saqlash maqsadida namunaviy idoraviy arxiv loyihasi yo'lga qo'yilib, bir qancha filiallar idoraviy arxivlari qayta jihozlangan. Ushbu loyiha doirasida palata markaziy apparatining idoraviy arxiv xonasi ham qayta ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Jumladan arxiv hujjatlarni qo'riqlash, sifatli saqlash va yong'in xavfsizligi talablarini kelib chiqqan holda qayta jihozlandi. Isitish, sovutish tizimi, yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida birlamchi yong'in o'chirish texnikalari, kuzatuv kameralari, qo'riqlov signalizatsiyasi va kirish-chiqishni nazorat qiluvchi face control tizimi o'rnatildi. Bundan tashqari, palataning boshqarma va bo'limlari saqlanayotgan 1976 va 2021-yillarga oid 2645 saqlov birligidagi hujjatlar, atlas va kartalar bo'limlardan o'rnatilgan tartibda qabul qilinib, idoraviy arxivda saqlash uchun qabul qilindi. Filiallar idoraviy arxivlarda saqlanayotgan hujjatlarning mavjudligi va holatini tekshirish va raqamlashtirish ishlari davom etmoqda. Yil boshidan 31 filiallar idoraviy arxivlarda arxiv ishi muhandislari tomonidan hujjatlarning mavjudligi va holatini tekshirish ishlari olib borilmoqda. Hisobotga ko'ra, fevral-mart oylari davomida 19897 ta kadastr yig'ma jildi mavjudligi va holati tekshirilib, raqamlashtirildi. 2025-yil birinchi chorak davomida Andijon viloyatining Bo'ston tumanida va Farg'ona viloyatining Furqat tumani filiallarida hujjatlarning mavjudligi holati tekshirildi. Rejalarga keladigan bo'lsak, 2025-yilda namunaviy idoraviy arxiv loyihasi doirasida 9 ta hududdan 18 ta tuman shahar filiallarining idoraviy arxivlari zamonaviy arxiv jihozlari bilan qayta jihozlanishi ko'zda tutilmoqda. Yil davomida 10 ta filial idoraviy arxivlarda hujjatlarni hisobga olish va raqamlashtirish ishlarini yakunlash rejaga kiritilgan.